58 million pul bor hisobimizda, ya'ni bu E'zozning ikkinchi ko'zini operatsiyasi uchun yig'ilayotgan pullarni. Biz Turkiyaga aloqaga chiqdik va Turkiyadagi doktorlar bilan gaplashdik. Allohga shukr, ikkinchi ko'zi ko'rib ketish uchun umid bor deyishdi va biz operatsiyaga pul yig'ishni boshlaganmiz. Umumiy hisobda mana invoysni ko'ryapsizlar, $9000 kerak. Allohga shukr, birinchi operatsiyasida bizani tashlab qo'ymadinglar, Turkiyagacha olib bordik. Qo'limizdan kelgancha operatsiyasini ustida turdik. Nima bo'lganda ham qo'limizdan kelgancha siz bilan birgalikda mana shu operatsiyani muvaffaqiyatli tugatdik va Allohga shukr, bitta ko'zi ko'rishni hozir boshladi. Har doim Allohdan so'rayman, mana akammisiz, ukammisiz, singlimisiz? Mani ko'rib turibsiz, men ham sizni ko'rib turibman. Har doim Allohdan so'rayman, shu E'zozning vizasini joylayapmizmi yoki birorta bir bemor vizasini joylayapmizmi? Joylashimdan oldin Allohdan so'rayman, shu bitta vizadan pul yig'ilsin deb so'rayman. Agar pul yig'ilmasa, sizlarga yana nima deb aloqaga chiqaman, yana deb to'g'risi xijolat bo'lib ketaman. Majburman. Opajon, mana operatsiyasiga shuncha pul yig'ildi, duo qilib qo'ying, hissa qo'shganlarni deb, ilohim, mana shu narsa uchun men harakat qilyapman. Yordamingizni ayamay, ekranda viza tugida kartalar suribdi. Qo'lingizdan kelgancha ehson qiling, vizani ommalashishiga yordam bering, vizaga like bosing. Qancha ko'p kommentariy bo'lsa, shuncha viza ommalashadi. Kommentariy yozing. Farqi yo'q. Qo'lingizdan kelgancha qanaqa taraflama yordam bersangiz ham yordam bering. Faqat bu vizaga befarq qoldirmang. Pul yig'ilmasa yana aloqaga chiqaman, faqat yo'q demang. كان حلمي في وضوح